12. 12'dan mi 14'dan? 12'da. 12 yildan 12 yilda. Shans. Hammaga bir xil berildi, to'g'rimi? Shans hammaga bir xil berildi. Tak. Bugunning o'zida hammaga javob yetmayman, lekin kim nima qilganini o'zi biladi. Qancha harakat qilganini o'zi yaxshi biladi. Tak, seni joyi aniq vaqtida emas ekan. Sen himoyaga harakat qilishing kerak. Tushunarli? Turaversan. Vaqtida anaqa yo'q, himoyaga harakat qil. Tak. Sizlar uchalaringlarni men o'ylab ko'rib bugun aytaman. Kechga javob chiqadi. Tushunarli? Uyga boraman, hamma narsani sarf hisob kitobini qilaman. Video orqali isminglar bilan tanishtiraman. Tushunarli? Telegram istoriyada, Instagram istoriyada sizlarning gidinglar orasidan bittasi talashim mumkin. Atay yo'q, qoniqdim, hammalarni olib qolaman degan narsa yo'q. Tushuntira oldimmi? Tak. Keyingi yillar undan katta bormidi? 11, 10lar bormidi? 10-yil, 11-yil bartaga. 11. Bartaga. Chiqinglar bartagisizlar. 10, 11. Siz ikkalanglarmi deylar? Sen aniq o'tding. Tabriklaymiz. Chapga chaqib qo'yasizlar bolalar. 11-yilga shu. Ancha yaxshi dadillarga gapirdi. Tak. Bu yoq ishimni ham ko'ramiz. Bitta natijasini solishtiraman. Chunki o'yinda ozgina u yoq bo'ldi. Bu yoqqa bitta qo'shib ko'raman. O'tsiz video chaqiraman. 5 yashab qo'yamiz. Tak, yaxshi. Chapga chaqib qo'yasizlar bolalar. Xo'p. 13 14-yillar, 13-14-yil varatali. 13-14 varatali. Tak. Yaxshi. 13-14-yillar. 13-yil. Nima bilan? Tak. Bizda Bo'ydan biziz. 13-yilmi deng? Aniq o'tgan. Nima edi? Odilxo'ja tabriklaymiz. Chapga chaqib qo'yasizlar. Tak, nechinchi deng? 13. 13. Qara, bitta shart bilan olaman buni anaqasiga. Shartli. Tushunarli? Bir hafta, 2 hafta ishlashimiz mumkin. Rezultating bir xil bo'lsa ikkalayni. Qolasa, yana hali davom etadi chunki sarash bilasizlar. O'rnimizdan yo'qotib qo'yishimiz mumkin. Shuning uchun ishlash davom etamiz. Bitta kelgan hammaga yana shans bo'laveradi. Tushundinglar? Shuning uchun shartli sana olaman bularni orasida. Tabriklaymiz. Sizlar yomon emaslar. Sizlar yomon emaslar. Faqat ko'rasizlar, 13-yillar holatini ko'rasizlar. Keyin 12lar orasida bo'yinglar ancha past. Shuni hisobiga. Tushuntira oldimmi? Orqa turib olamiz. Undan ham kichkinaroqlar bormidi? 16, 15lar bormi? 15-yil, 15, 16, 17. 17 tartib yo'q-a? Tak. Sana natijani hisoblab, agar o'tgan bo'lsa video orqali aytaman. Tushunarli? Joyimiz turamiz. Tak, yana qaysi yil yetmadim vaqtida? Hamma yil yetdimi? Xo'p, endi eshitamiz. Himoyachilar kim edi? Himoyachilar. O'zi 3 dona himoyachi keldi, to'g'rimi? 4 tami? Nechta himoyachi keldi? Sen yarim himoyadasan. Tak. Sizlarda ancha kam texnika, boshqa narsa. Siz videoda aytaman, hammaning oldida aytaman. Texnika, bo'y bas ozgina kam men ishlashim uchun. Tushunarli? Men proyekt qilishim uchun sizlarda ozgina yetmaydi, ozgina o'sha madada. Ingrediyentlar bor-da, ozgina kam. Tushunarli? Shuning uchun ha bo'lishi uchilardan ham bittalarni ola olmasak. Lekin keyingilarga yana harakat qilasizlar. Bir haftadan keyin yana qaytadan shu narsa qaytariladi. Tushunarli? Chunki menga himoyachilar kerak. Meni komandam to defenders, bilib olinglar. 2 himoyachi degan, ya'ni himoyachilarga atalgan komanda. Meni himoyachilarim gladiatordek bo'lish kerak. Bu degani uchun vartarisi ham kiradi, himoyachi ham, yarim himoyachi hammasi kiradi. Tushundinglar? Shuning uchun meni kerak yorvoradigan eng zo'r himoyachi hujumchilar bo'lish kerak. Shuning uchun sizlarda ozgina o'sha men xohlagan narsa yo'q. Shuning uchun ha bo'lish yo'q. Sizlarga rahmat. Xo'p. Tak, yarim himoyachilar kim edi? Yarim himoyachilar chiqamiz oldin. Rozmantiga qotdi, Rozmanti. Ha, bo'ldi, xarash. Tak, yarim himoyachilar. Hop, juda o'ylanarli holatda bu sizlarnikiga. Sal o'ylanarli. Bu ham yomon o'ynamadi. Sizlar ikkalar yomon chiqishmadinglar-da. Zo'r tushdinglar. Gidinglar nechisilar? 2010. 2010 nechi? 2010. 10 o'zi. 2009. Nechinchi yil? 2012. Tabriklar bu chiroyli olinadi. Hech qaysiliga xalaq qilmaysiz bir-biringizga. 5. Chabetal qo'yasizlar bolalar. Sanasi 2012. 2012. Yaxshisiz. Sal keyingisi bir haftadan keyin harakat qilib ko'rasiz. Qarashu. Tak, hujumchilar kim edi? Hujumchilar. Tak, Dimash kichkinalarga o'tib bo'ldi. Boya xalqi bo'lganmiz. Malades, chabetal qo'yamiz. Bilimiz? 11. Tak. 11ga ko'rdinglar, mana 11 ga yetaymi kim bizda 11? Fayz. Mana ana 12 da даже. Kelgan
Fayzi, qani Fayzi? Mana shu 11-chi. Hujumchi shunaqa bo'lish kerak. Ozgina, shunchalik ham ozgina o'yin yo'q-da. Tushundinglar? Shuning uchun bir haftadan bitta harakat qilasizlar. Yaxshilab nimalar olinishini, nimalar o'tishini bildinglar. Tushuntira oldimmi? Lekin bu bitta o'zini sinab ko'radi bir hafta sharti bilan. Tabriklab qo'yasizlar bolalar. Tak, qolganlarga rahmat. Qolgan natijasini hisoblayman, o'zim ko'rib chiqaman. Tushunarli? Qolganlarning ismi, familiyasi banda bor. Kim desam, o'sha natijasini solishtirib, menda video orqali chiqasiz, tushunarli? Chunki video orqali ham yana 1-2 ta avval tanlanadi. Chunki natijalarni solishtirishim kerak. Bu bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin, bilmayman. Ismi, familiya hech kimni taniyman, bilmayman, tushunarli? Natijasini solishtiraman, kim natijasi o'sha men xohlagandan zo'r bo'lsa, o'sha komandaga o'tadi. Xullas, qolgan bizga o'tganlar, imtihon o'tganlar shu yerda qolamiz. Qolganlarga rahmat, javob. Kelganlar uchun kattakon rahmat familiya. Ota meni Ha? 12. 12.